Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ishqibozlari, mana bugun Buxoro viloyati Qorako'l tumaniga qoliplarimizni mishalkalari, suv yo'nkislari, 120 talik bachoylari, 5 ta qolip, ruchni reskalari bilan uстановка qilib berdik. Mana 4 ta qolipiga qo'yib ko'rsatib berdik. Ish jarayonlari ham chiroyli tarzda chiqdi. Qolipdan oqish muammolari bo'lgan yo'q, umuman oqqani yo'q. Oqmaydigan holatda qilib yasab berdik akalarga. Mana mishalkalarimiz ham remelli qilib zakazga asosan yasab topshirdik. Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xolos mana bugun 30-yanvar holatiga Gazavolosdan o'ylamiz. Qashqadaryo viloyatiga chiqib ketyapti. Yarim kubalik mana mishalkamiz 220 tokka moslaganmiz ularni. Mishalkalarimiz holatlari yomg'ir kichkina bagoylari 5-3 1.7 tonna qalay tayyorlangan. 1 tonnali suv yo'nkislari. Akamizga hozir 6 dona relsni qoliplarni ketyapti. Relsga tushadigan keyinchalik akalarimiz shu liniyaga olish maqsadida birato'la rels qoliplar sotib olishyapti. Rels qoliplar tag ko'rinishlar 8x4 profilda ishlangan polniy do'stlar. Yon uzun kalta bagoylar emas, 5-3 1.7 tonnada ishlaydi. Tonali suv yo'nkisimizni ichiga o't yoqadigan kechkali variantini berganmiz akamizga. Bismillah. O't yoqiladigan variantlar bor. Zakazlarga qarab tayyorlaymiz. Shakllarimiz, xohlasan shablon reskelarimiz bor. Shablon bochkamiz bor. 110 litrli suv bochkamiz. Idishlar shablon bochkamiz. Qashqadaryo viloyatiga chiqib ketyapti hozir. Kelamizga suv yo'nkisimizni polni suv sistemasini, motor sistemasi suv tortadigan motorlargacha hammasini beryapmiz. Komplekt holatda ketyapti akalarimizga. Dastavkada har doimgidek ana shu changan akamiz ularni 690 da. Bu yerga bitta chatir qo'yilgan, motor suqani bu yerda avtomat joylashtirilgan. Motorga tepada ikkita tem bor, shunga kranlar ham sifatli kranlar. Graduslarni ham ko'rsatadigan haroratlari ham hamma narsasi bo'ladi komplekt ichida. Xolos mana ichki shablon bochkalar, ishlar, ko'rinishlar. Ekranda raqamlar qoldiryapsiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor do'stlar. Bundan tashqari avtomat reskelarimiz o'sha eng oxirgi modeldagi avtomat reskelar 220 tokka tayyorlangan bunisi. Bunisini 380 ga tayyorlaganmiz mana motorlari. 380 220 qanaqa kilovatda kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunda O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovka xizmatlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab 2100 dollardan chiqarib beryapmiz buni, eng oxirgi modellarisini. Vodiycha kelishtiradigan joylari bor do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar, avtomat reskarni o'zini so'ragan akalarimizga ham o'zini ham tayyorlab beramiz. Pol avtomat dinalarimiz 10 ta qolipi bilan avtomat reska, mishalka 10 dona qolipi, suv yo'nkislari bilan 6000 dollardan qo'yib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa, zararli bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Motorlarimiz ham xudo xolasa hamma narsasi yangi holatda bo'ladi. Avtomat reskamiz mana shu eng oxirgi modeldagi bir dona knopkani bosasiz, o'zi kesib tushib, avtomatik o'zi qayta tepaga chiqib o'zi o'chadi. Knopkada bu yerda odam turish shart emas do'stlar. Reduktorlari ham xudo xolasa eng yaxshisidan, eng baquvvatidan qo'yilgan. Reduktor motorlariga xudo xolasa 1 yilga garantiyasi bor. Umuman avtomat reskaga вообще-то stanoylarga 1 yilga servis xizmatiga, boshqasiga garantiya beriladi do'stlar. Razmerlarimizga keladigan bo'lsa, razmerlarimiz 10 lik, 12 lik, 15 lik, 20 lik, 25 lik, 30 lik, 35 lik, 40 lik razmer, 7 xil, 8 xilgacha razmer kessa bo'ladi reskamizda. Xudo xolasa patchunlari eng yaxshi tozasidan qo'yilgan. Ko'tarib tushirish qismiga. Do'stlar, like bosib, kanalga mehmon bo'lsalar, obuna tugmasini bosib qo'yishingizni istasizlar do'stlar.